Kommunizmning eng oxirgi maqsadi. Tunji kommunistik hokimiyat Sovet Rusiyasining barliqqa kelishidan ta hozirgacha oraliqda 100 yil o'tdi. Qisqagina bir asr ichida kommunizm 100 milliondan ortiq kishining o'lishini keltirib chiqargan edi. Kommunizm baştala Tangriga qarshi bayrog'ini egiz ko'tarib, aslida qutquzg'uchi xudo yo'q degan shuarni to'g'lagan edi. Kommunizmning mohiyati razillik bo'lib, uning maqsadi insoniyatni vayron qilish. U kishining tinini o'ldirish bilan qanoat his qilmaydi. Chunki tanning o'lishi haqiqiy o'lish hisoblanmaydi. Ruh hamon tanga qaytib keladi. Ular bir odamni axloqiy jihatdan asliga kelmaydigan darajada buzib, insoniylikni yo'q qilib, ruhni chiritish orqali haqiqiy o'lim yo'liga boshlaydi. 1989-yili Berlin temining yiqilishiga ergishib, Sovet boshchiligidagi Sharqiy Yevropa kommunist davlatlari parchalanishga boshladi. Nurg'un kishilar sovuq munosabatlar urushi oxirlashdi. Kommunizm idisi vayron bo'lishga qarab yuzlandi deb o'ylaydi. Amaliyotda kommunizm idisi o'z qiyofatini almashtirgan bo'lib, butun dunyoga shiddat bilan yamramoqda edi. O'zini oshkora tutgan kommunizm davlatlari bor. Masalan, Xitoy, Chaoshan, Kuba, Vyetnam qatorliqlar. Ba'zi demokratiya bayrog'ini egiz ko'tarib, kommunizmni ijro qilayotgan Afrika va Janubiy Amerika davlatlari mavjud. Hamda astirtin kommunizm idisi yoshirin singib kirayotgan Yevropa va Shimoliy Amerika buningdan qochib qutula olmadi. Agar kommunizmning 100 yillik o'tmishiga nazar soladigan bo'lsak, uning razil planini va insoniyatni vayron qiladigan yo'l xaritasini aniq ko'ra olamiz. Marks bo'lsa kommunizmning vakili. Biz dastlabda Marksning qabih e'tiqodi bilan boshlaylik. Marks bo'lsa boy Yahudi oilasida dunyoga kelgan bo'lib, u 6 yosh vaqtida dadasi Yahudi dinini tashlab, Xristian dinini qabul qilgan edi. U maktabdagi mezgilida maqolalarda Tangrini madhiyalab yozatdi. Lekin keyin uningda sirliq bir ish yuz berdi. Marks tuyuqsiz Tangriga aql yetkisiz darajada o'ch adovat shakllantirdi. Tüptün o'xshamaydigan bir Marks barliqqa kelishga boshladi. Marks 18 yoshida Ulanim deb atiladigan ssenariyni yozgan. U ssenariyisida halok bo'lish, jahonni titirtadigan ovoz bilan butun insoniyatga bo'lgan qarg'ishingni yog'dir. Qarong'ulikda tegi yo'q do'zax sen bilan menga og'zini ochadi. Sen do'zaxga tushayotganingda men kulkan bilan billa sening qulqingga pichirlayman. Kel, do'zaxning tegida menga hamroh bo'lgin. Agar butun koinotni yutadigan narsa bo'lgan bo'lsa, men uning ichiga sakrab, butun dunyoni halok qilgan bo'lardim deb yozgan edi. Marcus de Fiddler degan she'rida men qon aralashgan qora xanjarni sening ruhingga tiqaman. Men uni shaytonning qo'lidan almashtirman. Men melodiylik o'lim marshini davom qilmoqdaman deb yozgan edi. Marks yana The Pale Maiden degan she'rida men jannatdan quruq qoldim. Mening taqdirim do'zaxda deb yozgan edi. Marksning dunyoga bo'lgan bu o'chmanligi zodi qayerdan kelgan? Karl Marks bayashat bir advokat oilasida dunyoga kelgan.
Markes to'liq o'rta maktabni bitirgan chaqda uning diplomisiga, uning xristian diniga bo'lgan tushunchasi nihoyat aniq. U xristian dinining tarixini nihoyat yaxshi biladi deb yozilgan edi. Undaqda xristian diniga e'tiqod qiladigan taqvo Markes qandaqsiga razil bir insonga aylandi? Markes oliy maktabga kirgan vaqtida Jonna Skott boshchiligidagi shayton dini tashkilotiga a'zo bo'lgan. G'arb ellardagi dinda shayton do'zaxda alvasti podshohga aylangan bo'lib, Tangriga hasad va o'chmanlik qiladi. Hamda insonlarga nafrat bilan qaraydi. Chunki Tangri insonlarni yaratganligi va shaytondan ustun ko'rganligi uchun. Markes oliy maktabning dastlabki mezgilida she'r va teatr o'rgangan. Marksning yozgan she'r va teatrlarida uning odamlarga va Tangriga naqadar o'ch ekanligini va nafratlanganligini his qila olamiz. Marks o'zining Invocation of One in Despair degan she'rida mundaq yozadi. Taqdir bilan qarg'ish orasida bir ruh mening barlig'imni qamalladi. Butun dunyo mening orqa mengamga tashlandi. Menda qolg'ini faqatla nafrat. Men ko'k osmonda o'zimning taxtini quraman. Markes Jodi yozgan Fast degan she'rni alohida yaxshi ko'ratdi. Bo'libmi uning ichidagi mavjud bo'lib turgan barliq shaylarni cho'qim haliq qilish kerak degan misrasiga alohida amroq edi. Markes oliy maktab bitirish oldidagi yozgan dissertatsiyasida haliq qilish degan so'zni 6 qitim qaytlab ishlatgan bo'lib, yo'q qilg'ichi, haliq qilg'ichi Marksning laqamiga aylangan edi. Markes yana bir she'rida "Men Tangridan qisos elishni xohlayman" deb yozgan. Markes Tangrining bor ekanligiga ishonadi. Gerçi Tangri uningga hech qanday adolatsizlik qilmagan bo'lsa-mu, u yanala Tangrini dushman ko'ratdi. Markes bola vaqtida hargizmi och qilib baqqan emas. Uning oilasimi bayashad edi. Maktabdagi mezgillardimi boshqa o'quvchilarga qaraganda sharoiti alohida yaxshi edi. Undaqda uning Tangriga bo'lgan bunchalar qo'rqinchli o'chmanligi zodi qayerdan kelgan? Marksning orzusi bo'lsa, Tangri yaratgan dunyoni halok qilish edi. Markes Human Pride degan she'rida o'zining nishonining hargizmi dunyoni isloh qilish va yaxshilash emasligini, balki dunyoni vayron qilish ekanligini ifodalaydi. Markes shayton bilan ahd tuzgan. Shayton dinida ular Tangrining borligini e'tirof qiladi, lekin ular Tangridan nafratlanadi. Tangridan eshib tushib, uningdan nolqishga urinadi. Shayton dinida zulmatlik yig'ilish deb atiladigan diniy bir faoliyat bor bo'lib, yig'ilishda ular qora rangli shamni shamdonga ta'tir qadab yondiradi. Shayton dinining mollallari tonlarini ta'tir kiyib duo o'qiydi. Lekin o'qigan duolarining hammasi ta'tir bo'lib, Tangri, Isa va Maryam onaning ismlarini ta'tir o'qiydi. Ular Krist belgisiga dastlab turib, cherkovdan o'g'irlab kelingan muqaddas buyumlarga shaytonning ismini o'yidi va Injilni ko'ydirib, katolik dinidagi 7 cho'ng jinoyatni o'tkazdiganligini, hargizmi yaxshi ish qilmaydiganligi to'g'risida qasam ichishidi. Marksning danglik asrining nomi Ulaneym bo'lib, bu so'z asli Emmanuel degan so'zning ta'tir yezilishidan kelgan. Emmanuel bo'lsa Injildagi Isa alayhisalomning ismi bo'lib, ma'nosi Tangri biz bilan billa. Shayton dinidagilar bo'lsa, bu xil ta'tir qilish usulining unumli ekanligiga ishonadi.
Markes Ulanem degan ssenariyasida munularni yozadi. Halak bo'lish. Mening paytim yetib keldi. Vaqt istirilgisi to'xtadi. Uşaq kainat g'ulab tushdi. Uzun o'tmay men abadiylikka erishiman. Hamda jahonni titirtadigan ovoz bilan butun insonlarga la'nat o'qiyman. Marksning eng yaqin do'sti Bakanin shayton dinining murti munularni yozadi. İnsanlar cho'qim Marksga cho'qinishi kerak. Kishilar Marksdan qo'rqishi va uningdan panoh tilishi lozim. Marks bo'lsa, uchiga chiqqan takabbur odam. İngliz Marksni uchratgandan keyin uningga bo'lgan ta'sirotini ifodalab, munularni yozadi. Kim vahshiyona bir nishonni qo'g'lishyotidi. Trayerdan kelgan zulmatlik maxluq. Uning tapınning keynidan o'chmanlik do'lqinlab turadi. U go'yo kangri ketgan osmonni qamallab yerga etayotgandek ko'rinadi. U osmonga ikki qo'lini egiz ko'tarib, qabih mushtlarini qamallagan edi. Uning g'azab nafrati hargiz to'xtab qolmaydi. Xuddi tumanning alvasti uning badanini egallab, uni kontrol qilayotgandek ko'rinadi. Markes Ulanem degan qo'rqinchli shaytoniy ssenariysini 18 yosh vaqtida yozgan bo'lib, uning umrlik plani shu yosh vaqtida butilib bo'lgan edi. U hargizmi insoniyat uchun o'ylamaydi. Uning birdan-bir maqsadi dunyoni vayron qilib, o'z taxtini qurib chiqish. Marksning qadinas do'stlari va yaqinlari. Fransiyaning asosliq sotsializm mutafakkiri, iqtisodshunos va hukumatsizlikni targ'ib qilguvchi Joseph Proudhon bo'lsa, Marksning eng yaqin do'sti edi. U Marksga o'xshash shayton diniga e'tiqod qiladi. Germaniyaning danglik shoiri Heinrich Heine bo'lsa, Marksning yaqin do'sti. Umu shayton dinining murdi bo'lib, u o'z asrida munularni yozgan. Men shaytonni chillagan edim. U oldimda paydo bo'ldi. Men hayronlik bilan uning chiroyiga sap soldim. U badbashara emas edi. Odamni jalb qiladi. Markes Heinrich Heinega bakli amroq edi. Chunki uning shaytonga bo'lgan madhiyasi uni zuhlantiradi. Lancherski sobiq Sovet ittifoqining ma'arif ministri va faylasuf. U Sotsializm va e'tiqod degan kitobida Markes shaytonni sap beshiga turg'izib, Tangri bilan butunlay aloqasini uzgan bir odam deb ta'riflaydi. Markes o'z qizi Eleanorni shayton dini murti bo'lgan Edward Evelynga yotliq qiladi. Edward Tangrining askiliki temasidagi leksiyalarni jiq so'zlaydigan bo'lib, u Tangrining borligini inkor qilmaydi. Balki Tangrini nihoyat nachar ko'rsatishga tirishadi. Uning yozgan she'rlaridan o'zinda. Men sizlarga bu she'rni dadillik bilan sunaman. Ah shayton, taxti osmonga ko'tarilayotgan shoh. Ah poplar, men sizlarning qabuldoshlaringlardan yiroqlashiman. Sizlar va sizlarning tangringlar hargizmi shaytondan ustun emas. Ah ulug' shayton, tantana qil. Men sana kuchi ko'ydirman, sening nomingda qasam ichaman va o'zimni sana beg'ishlayman. İngliz Marksga o'xshash taqvo xristian oilasida dunyoga kelgan. U yosh vaqtida xristian dinini madhiyalaydigan asarlarni yozadi.
İngiliz kishilarni shayton dinidan ogohlantirib, munularni yozgan. Bu xil Tangriga bo'lgan parvosiz qarash va so'g'uq muomala qilishning biz bilan hech qanday aloqasi yo'q. Yo'q. U bo'lsa ochiq oshkora bo'lgan dushmanlik. Hozir butun mazhab va kollektivda ikkili guruh mavjud. Xristian va xristianga qarshilar. Biz nurg'ulg'an yolg'on payg'ambar yo'lboshchilarni ko'ryapmiz. Ular bir shahardan yana bir shaharga shaytonning bayroqlarini qadamoqda. Shayton dinini kuchab tashviq qilib, yosh bolalarni aldamoqda. Ularning maqsadi bo'lsa, butun insoniyatni tegi yo'q do'zaxning eng cho'nqur yeriga boshlash. Bu qadar e'tiqodi aniq, taqvo xristian murti ingliz qandaqsiga shayton murtiga aylandi? Erkin ilohiyat shunos deb atildigan Bruno Bauer bilan Messi His noma'lum bo'lgan vositalar bilan inglizni kommunizmchiga aylantirgan edi. Keyin ingliz Marksning eng yaqin hamrohiga aylandi. Ular o'rtoqlashib shayton uchun kurash qiladi. Markes Yahudi bo'lgani bilan Yahudilarni o'ch ko'ratdi. U hatto Yahudilarga qarshi kitob yozgan bo'lib, kitob ismi Yahudilar masalasi. 1856-yili Markes New York Munbar gazetida bunlarni yozadi. Biz bilimiz, har bir zolimning keynida bir Yahudi bor. Agar insonlarning boyliqni o'g'irlaydigan, jazonixo'r Yahudilar bo'lmagan bo'lsa, kapitalistlarning urush qo'zg'ishining hojati yo'q edi. 1856-yilning oldida Isa alayhisalom jazonixo'rlarni muqaddas makon Yerusalimdan qo'g'lab chiqargani ajablanarlik emas. Yahudilar shu qadar kuchlanib ketdiki, ular insoniyatga xavf elib kelmoqda. Biz cho'qim ularning tashkilotlarini va maqsad muddaosini echib tashlashimiz kerak. Biz butun dunyodagi ishchilar qatlamini uyg'otib, bu o'smini butunlay yo'q qilishimiz lozim. Nurg'ulg'an Yahudi kommunistlari Marksga bay'at qilib, o'z millatini yaklaydi va o'chmanlik bilan qaraydi. Rod Feder, Germaniya Yahudi kommunizm tashkilotining rahbari hamda parlament a'zosi munularni degan edi. Yahudi kapitalistlarni yanjib, ularning o'ligini tapan ostimizga elishimiz kerak. Markes Yahudilarga o'ch bo'lmasdan Slavyanlarga, Xitoylarga, Ruslarga, qora tanliklarga til yog'dirgan edi. U Ruslarni yesvelek yeydiganlar deb tilisa, Slavyanlarni pas axlat millat deb haqoratlaydi. Qora tanliklarga bo'lsa, hamoqat zangi degan laqabni qo'ygan edi. Marks bilan ingliz ochiq oshkora aksiyatchil sinf va irqlarni qirg'in qilish kerak deb tashviq qiladi. Angliya Cambridge universitetining tarixshunosi Georgiy Watson irqiy qirg'inchilik to'g'risida tadqiqot olib borgan bo'lib, u yaqinqi zamon Yevropa tarixida Markes va inglizdan boshqa hech kimning irqiy qirg'inchilik degan atalg'ini targ'ib qilib baxmaganligini bayqadi. Marks bilan ingliz bo'lsa, tunji irqiy qirg'inchilikni tashabbus qilguvchilar hisoblandi. Markes yolg'ondan proletarlar sinfi, ya'ni yolg'onmi ishchilar sinfi uchun kurash qilayotgandek ko'ringan bilan, amaliyotda ularni kalva, eshak, ablah deb tillaydi. Ularni oldin hisobning qurbonlariga aylantiradi. Kommunizmning yiltizi nurliq tashkilot Illuminati. Kishilarning hammasi kommunizmning qurg'uvchisi Markes deb o'ylaydi. Amaliyotda kommunizm xitobnomasi The Communist Manifesto'ning mazmunini Marks ijod qilmagan.
Kommunizmning haqiqiy ijodchisi shayton dinining mustaqil tarmog'i bo'lgan Nurliq tashkilotidir. Nurliq tashkilotining yadroliq planida kommunizmning asosiy ideyasi allburun yozilgan edi. Markes faqatla Nurliq tashkilotining yollanma xodimi edi xolos. Nurliq tashkiloti nihoyat maxfiy va sirliq tashkilot bo'lib, asosliqi davlat hokimiyatini ag'dirishni asos qiladi. Bu tashkilot 1776-yili Bavariya, Germaniyadagi oliy maktabda ilohiyat o'tadigan professor Adam Weishaupt tarafidan qurilgan. Adam Weishaupt asli xristian diniga e'tiqod qilgan bo'lib, keyin o'z dinini tark etib, shayton diniga e'tiqod qilishga boshlagan. Nurliq tashkilotining so'z ma'nosi yo'l ko'rsatguchi, ilhom berguchi bo'lib, Nurliq tashkilotidagilar shaytonni yo'riqlikqa boshlig'uchi deb qaraydi. Nurliq tashkilotiga tanlanganlar cho'qim katolik dinidagi 7 cho'ng jinoyatni o'tkazishi va har qanday axloqiy prinsiplarni cho'rib tashlab etish kerak. Katolik dinidagi 7 cho'ng jinoyat: takabburlik, ochko'zlik, shahvoniylik, hasadxo'rlik, ochko'zlik, g'ururlik va g'azablanish. Adam Weishaupt tashkilotning ismini nihoyat yoshirin tutadi. U tashkilot ismining har qanday yerda paydo bo'lib qolishini qat'iy yoqtirmaydi. Keyin ular erkin toshchilar Freemasonry tashkilotining boshqalar gumonlanmaydigan yaxshi bir dalda bo'la oladiganligini bayqab, u tashkilotga singib kirib, kontrol qilishga boshladi. Masalan, Fransiya inqilobi boshlangan mezgilda Fransiyada erkin toshchilar tashkilotining 282 yerda majlisxonasi bor edi. Bu majlisxonaning 266si Nurliq tashkiloti tomonidan kontrol qilindi. Germaniyadagi, hatto Yevropadagi nurg'un davlatlardagi erkin toshchilar tashkiloti Nurliq tashkilotining qo'liga o'tdi. Hozir bo'lsa, dunyoda taxminan 3 milliondan ortiq erkin toshchilar tashkilotining a'zosi bor bo'lib, ko'pinchisi Nurliq tashkilotining maxfiy kontrolligida. Erkin toshchilar tashkilotidagi o'tirhol yoki tuvan tabaqadagi a'zolar Nurliq tashkilotining hech qanday ma'lumotidan xabardor bo'la olmaydi. Şoңlashqa Nurliq tashkiloti sirliq bo'lgan erkin toshchilar tashkilotidagi maxfiy parazitlar hisoblanadi. Markes, Lenin va Stalinning bir qo'lini chapanning ichiga yushirishi dal erkin toshchilar tashkilotining maxfiy belgisi hisoblanadi. Nurliq tashkilotidagi a'zolar tuvan, o'ttira, yuqori tabaqalarga bo'linadi. Eng yuqori tabaqadagilarla tashkilotning ishlaridan to'liq xabardor bo'la oladi. Yuqori tabaqadagilarning hammasi taqvo shayton murtlari bo'lib, ularning soni nihoyat oz. Tuvan va o'ttira tabaqadagilar yuqori tabaqadagilarning gapini shartsiz anglashi, buyruqni cho'qim bajo keltirish kerak. Bizga tunishliq bo'lgan yuqori tabaqaga tavalardan Markes, Engels, Lenin va Stalinlar bor. Yadroliq planning oshkorlanishi. 1770-yili shaytonning alohida ilhomiga erishgan Adam Weishaupt Nurliq tashkilotining qurg'uvchisi dunyo inqilobini amalga oshiradigan yadroliq planni yozishga boshlaydi. U 5 yildan ortiq vaqt sarf qilib, 1776-yili 5-oyning 1-kuni mavjud bo'lib turayotgan butun hukumat va dinlarni halok qiladigan yadroliq planni tuzib bitirdi. 1782-yili Nurliq tashkiloti bosh shtatini Manchdan Frankfurtga yo'tkaydi. 1785-yili Adam Weishaupt Nurliq tashkilotining oliy amaldori Schweizerga Fransiyada planlanmoqchi bo'lgan inqilobni tafsiliy yozib, kitob qilib tuplashini va bu plan kitobini Fransiyadagi Nurliq tashkilot a'zolariga berishni aytadi.
Halbuki bu plan kitabını yetkizishga mas'ul bo'lgan Job Lens yo'lda bo'ron chapqonga duchor bo'ladi va uni chaqmoq so'qib o'ltirib qo'yadi. Saqchi uning qo'yindagi plan kitobi bilan Nurliq tashkilotining bir qism a'zolari yozilgan qog'ozni payqab qoladi. Hukumat Fransiyadan boshlangan dunyo inqilobi qo'zg'aydigan bu razil yadroliq planni xalq olamga oshkorlaydi. Undaqda biz bu yadroliq planning bir qism mazmunlarini ko'rib baqayli. Birinchi, insoniyatning necha ming yillik madaniyati bo'lsa, kishilarni baxtga erishtira olmaydigan cheklimidir. Va bu madaniyat xato yo'lda taraqqiy qilyotidi. Shunga bu cheklimlarni amaldan qoldirish kerak. Ikkinchi, bütün hükümetlerini amaldan qoldirish kerak. Üçüncü, bütün din ve e'tiqodlarni süpürüp tashlashimiz kerak. To'rtinchi, shaxsiy mol-mulkni bekor qilish kerak. Beshinchi, vatanparvarlikni yo'q qilish kerak. Oltinchi, oilani vayron qilish kerak. Yettinchi, Nur tashkiloti diktatorlik qiladigan hech qanday axloq o'lchimi bo'lmagan, odamiyligi yo'q qilingan atalmish insoniyatning baxti va gullanishini amalga oshiradigan cho'ng oilani qurib chiqishimiz kerak. Buningdan ko'rib olishga bo'ladiki, Nurliq tashkilotining maqsadi bo'lsa, normal, sog'lom jamiyat tartibini buzib tashlab, butun tangriga bo'lgan e'tiqodini vayron qilib, haqiqiy bir diktator imperiya qurib chiqish edi. Xitoyning boshqarishida yashab kelgan millatlarga nisbatan bu yadroliq plan hargizmi yot emas. Xitoy kommunistlarining plani Nurliq tashkilotining plani bilan birdeklikka ega. Kommunizm xitobnomasini Markes o'zi yozmagan. 1847-yili 11-oyda Londondagi kommunizmchilar ittifoqi yig'inda Marks bilan inglizga yadroliq planni kommunizm xitobnomasiga o'zgartib yozishni buyurdi. Hamda kitobning originalini chuqum 1848-yili 2-oyning 1-kundan burun topshirib bo'lishiga buyruq tushirdi. Kitap 1848-yili 2-oyda nashrdan chiqdi. Kitapning birinchi nashrida Marksning ismi yo'q bo'lib, dal 20 yil o'tganda kitapning avtoriga Marksning ismini yozgan edi. Markes kitapning avtori emas, balki Nurliq tashkilotining yollanğıch xodimi xolos. Atalmış kommunizm xitobnomasi The Communist Manifesto degan kitobda proletariatlar, ya'ni ishchilar sinfi uchun xizmat qilamiz deb shuar to'lg'an bilan amaliyotda uning hammasi cho'ng bir aldamchilik, sapsata. Ular faqat ishchilar sinfini qalqon qilib turib, razil maqsadiga yetmoqchi. Ishchilar sinfi ularning nazarida qo'llanishchan kalvalar hisoblanadi. Adam Vishab bo'lsa Nurliq tashkilotining tunji rahbari. Amaliyotda Vishab oldi sahnadagi yo'lboshchi xolos. Uning haqiqiy xo'jayini bo'lsa Oliy komitet. Bu bir shirkatga o'xshaydi. Oliy komitet shirkatning mudiriyati. Vishab bo'lsa shirkatning bosh direktori. Bütün qarar ve tedbirler şirket mudiriyet a'zolari tarafidan belgilanadi. İsbatlar qaraganda Nurliq tashkiloti bo'lsa, Oliy komitetning o'ttirib qo'ygan cho'ng bir plani bo'lib, uning asosliq oliy a'zosi 5 kishidan tarkib topgan ekan. Ular Adam Vishab, Fransiya Aqsunki Marks de Sade, Angliyalik Frans David, Kabala dinning o'lmasi Jamal va dağlıq banker Mayer Rothschild jamiyatidan. Aqsuak Marcus de Sade bo'lsa, Fransiya inqilobiy mezgilda nihoyat aktiv rol o'ynagan.
U Aqso'ngak jamiyatida tug'ilgan bo'lib, nihoyat maynat, shahvoniy turmush kechiradi. Uning axloqi nachar, stili buzuq bo'lib, ayni vaqtda sesiq nomi purkatgan bir odam edi. U o'lishi oldida 70 necha yosh bo'lib, 13-14 yoshli qiz bola bilan bir hujrada turadi. İngliz tilidagi sadizm ma'nosi jinsiy jihatdan xo'rlash degan so'z. Dal shu odamning sad degan ismi taraqqiy qilib o'zgargan. Gumoniy nazarda bo'lganlar lug'atdan izlab baqsanglar bo'ladi. Marcus de Sade shayton dinining murdi bo'lib, uning qalbi insonlarga bo'lgan o'chmanlik bilan liq to'lgan edi. U munularni degan: "Men tabiatni o'ch ko'raman. Mening yer sharini ikki parcha qilib etkim bor. Uning aylanishini to'xtatqim bor. Mening osmonda yulduzlarni so'qib tushirib etkim bor. Men quyoshga hujum qilib, butun yer sharini kuydirib, kul qilib etaman." Angliyalik Franz David bo'lsa, Do'zax va O't klubining qurg'uvchisi. Do'zax va O't klubi ayni davrda angliyalik yuqori tabiiy kishilarning maynat shahvaniga, hamjinsga, ichimlik, chekimlik to'lgan so'runi edi. Nurliq tashkilotida er a'zolar bo'lib qolmasdan, ular ayol a'zolarni qabul qiladi. Ayol a'zolarni qabul qilganda, ular ikki turga bo'lib qabul qilishadi. Biri chiroyliq, muloyim va salobati bor ayollar. Nurliq tashkilotidagilar siyosiy arboblar, hukumat a'zolari degandek muhim shaxslarni pul va ayol orqali indek keltirib, ularni qaqti-so'qti qilishadi. Yana bir turdagi ayollarni bo'lsa, maxsus tashkilot ichidagi a'zolarning ichpushqini chiqarish uchun ishlatadi. Nurliq tashkiloti bo'lsa, yaqinqi ayollar erkinlik harakati, jinsiy erkinlik harakatining parda orqasidagi planlovchisi bo'lib, maqsadi oilani, kishilarning axloqini va qimmat qarashini buzish. Dal mushundoq bir to'p iflos kishilar kommunizmni barliqqa keltirgan. Shunga Xitoy kommunistlarining naqadar odam qalbidan chiqqan chirik, axloqi buzuq, razil ekanligining sababini belgili bo'ladi. Nurg'un kishilar kommunizmni bir nazariya deb qaraydi. Amaliyotda u bir din. Kommunistik partiyasiga kirganlar o'z hayotimni bag'ishlayman deb qasam ichib partiyaga kiradi. Ulardan faqat va faqat partiyaga ishonish talab qilinadi. Ularning diniy zotlari bo'lsa, partiya komishuvchilari hisoblanadi. Ularning muqaddas kitobi bo'lsa, kommunizm xitobnomasidir. Biz musulmonlar o'lgandan keyin Alloh bilan ko'rishimiz deb e'tiqod qilsak, ular biz Marks bilan ko'rishimiz deb e'tiqod qiladi. Bizning qiroatlarimiz bor. Ularning bo'lsa qizil naqshlari bor. Demak, dinda bor bo'lgan asosiy xususiyatlarning hammasi kommunizmdan bor. Shunga u bir razil maynat bo'lgan shayton dinining tarmoq dini hisoblanadi. Undaqda biz kommunistlarning bayrog'i va iznigidagi bolqa, urg'oq va bashvarlarning ma'nosini tushunib boqayli. Nurg'unlarimiz bolqa bo'lsa ishchilarga, urg'oq bo'lsa dehqonlarga, yulduzlar bo'lsa xalqqa vakil qiladi deb o'ylaymiz. Amaliyotda undaq emas. Bolqa nurliq tashkiloti kontrol qilib turayotgan erkin toshchilar, mason, ya'ni shu toshchilarning eng muhim quroli bo'lgan bolqaga vakillik qiladi. Nimishqa Fremson, ya'ni erkin toshchi deb atilib qoldi? Uning sababi nima? Degandek savollarga men keyincha bir yozma yozib, orqa ko'rinishini yo'ritib bersam bo'ladi.
Amaliyotda yo'ldosh, ya'ni partiyadagilarning bir-birini yo'ldosh deb atashi dal mason tashkilotidan kelgan. O'rg'oq. G'arb ellarining madaniyatida bo'lsa, shaytonning bir qo'lida uzun dastalik o'rg'oqi bor deb ta'riflandi. O'rg'oqning haqiqiy simvollik ma'nosi bo'lsa, vayron qilish va o'limdir. Emgakchilar bayrami. Kommunizmni asos qilgan davlatlarda emgakchilar bayramini 5-oyning 1-kuni qilib bekitgan. Nimishqa u kun bo'ladi? Buning haqiqiy sababi bo'lsa, Nurliq tashkiloti 1776-yili 5-oyning 1-kuni qurilgan. Ular dal shu kunni qutluqlash uchun 5-oyning 1-kunini qutluqlash kuni qilib bekitgan. Mayli shayton dini bo'lsin yoki shayton dinidan o'zgartirilgan kommunizm dini bo'lsin, ularning hammasi zaharli qasamlarni ichib, o'z ruhini shaytonga topshirganlar. Şoň ular rahimsiz, razil, iflas, insoniylikdan chiqib ketganlardir. Ularni hayvon deb tillash hayvonlarga qilingan eng cho'ng haqorat hisoblandi. 1786-yili Nurliq tashkilotining yadroliq plani bayqalgandan keyin Freistadt Bayern hukumati tezdan bu ishni oshkorlab, Nurliq tashkilot a'zolarini qattiq bostirdi. Hamda Yevropadagi boshqa hukumatlarga ogohlantirish avatidi. Lekin ular bundaq razil cho'ng bir planning borligiga ishonmaydi. Chunki bu plan ularning o'ylash doirasidan olqib ketgan edi. Tarix shuni isbotladiki, kommunistlar dinlarning dafsanda bo'lishi, begunoh odamlarning o'ldirilishi, madaniyatlarning yo'qolishi, insonchilikning tapan ostida qolishiga sababchi bo'ldi. Ishonchli statistikaga asoslanganda 20-asrda kommunizm inqilobi sababli o'lganlarning soni taxminan 100 milliondan oshadi ekan. Xitoyda taxminan 80 million. Sovetda 20 million. Shimoliy Koreyada 2 million. Kambodjada 2 million. Vyetnamda 1 million. Afrika qit'asida bo'lsa 1.700.000 odam jinidan ayrilgan. Leninning yaqin do'sti va xizmatdoshi Trotskiy o'zining Yosh Lenin degan asarda munolarni yozadi. Lenin 16 yoshida o'zining bo'yindagi kirist zanjirini yerga tashlab, uning ustiga tukirib, oyoq ostida qoldirgan edi. Bu shayton dinining bir xil murosim shakli hisoblandi. Marks, Lenin, Mao Zedong va Stalinning ish qilish usullari o'xshash bo'lib, ular o'zidan gumonlanadigan, ishonmaydigan odamlar bilan yaxshi munosabat o'tkazadi. Toki vosita tanlamay ularni bechit qilib etish iqtidori bo'lguncha. Stalin qo'zg'agan cho'ng tozalash harakatida Rossiyaliklar bu mezgilni cho'ng sarosima deb ataydi. Munolarni degan: biz hamma dushmanlarni yo'q qilib qolmay, ularning oilasi va jamoatini qirib tashlaymiz. Bu dal shayton dinining aloyidliklari, ya'ni qirg'in qilish, o'ldirish. Xitoy kommunistlari hargizmi bizni musulmon bo'lganligimiz uchun qirg'in qilmadi. Mayli siz musulmon bo'ling, xristian bo'ling yoki boshqa dinga e'tiqod qiluvchi bo'ling va yoki bizning o'rnimizda boshqa millat bo'lsin, ular hamon kuch yetsila qirg'in qiladi, o'ldirishidi. Chunki ularning e'tiqodi, ishonchisi bo'lsa, insoniyatni yo'q qilish. Ular shaytonning murtlari bo'lib, butun razillik, vahshiylik, ifloslik, pastlik ularning badanini, ruhini qoplagan.